Assalomu alaykum. Aziz va hurmatli obunachilar, bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatayotgan qadrdonlar. Bugun Yangiariq tuman markazida erkaklar kiyim do'koni ish faoliyati boshlaganligi haqida va eng arzon, eng sifatli kiyim-kechaklar borligi haqida sizlarni ogohlantirib o'tamiz. Qadrdonlar, eng arzoni 185 ming so'm pul bilan ham kuvish, chalur, ham bir futbolka olishingiz eng arzoni. Undan tashqari esa eng qimmati 490 ming so'm bilan giyinib ketishingiz mumkin bo'ladi, ya'ni mavsumiy yozgi kiyimlarni. Men adresini tushuntiraman. Hammamiz bilgan Davrug' avtomaktabni ro'parasida bo'ladi qadrdonlar. Giramiz ichkariga va narx-navolar bilan Bekzodbek ukamiz bilan qisqacha sizlarga tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum Bekzodbek. O'ng bo'lsin ishlari Bekzodbek. Xalq uchun, el uchun xizmat qilib charchamanglar. O'ng'indan bo'laversin. Hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, nasib qilsanglar, ko'rasizlar bilan topishganlarni eng pasini narxini aytasan Bekzodbek, ham eng qimmatini narxini aytasan. Eng pasi topishchalarimiz 30 ming so'mdan, qo'ja topishchalarimiz bor, eng qimmati 75 ming so'mdan. 35 ming so'mdan 75 ming so'mgacha bo'lgan 75 ming so'm bu sabon narxida bor. Topishganlar. Endi futbolkalar. Futbolkalar 55 ming so'mdan boshlanadi. Keyin turetskilar bor 185 ming so'm. Turetskilar 185 ming so'm qimmat, ha, shunda. Ha. Endi chalurlarni aytasan shimlarni. Chalurlarimiz 80 ming so'mdan boshlanadi, 150 ming so'mdan bo'lgan narxida. Ha, nima ajoyib, zo'r, yaxshi narxlar. Undan tashqari endi ko'shdan ham bor edi, krossovkalar bor, ular haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Krossovkalar bular 145 ming so'mdan, xerimiz topishchalarimiz keldi 100 ming so'mdan. Bu tarafdan batafsil ko'rsatib bering. Asadbek. Krossovkalarimiz ham shu secha ko'rshadan boshlanadi, 45 ming so'mdan boshlanadi. Eng qimmati 155 ming so'm. Shundan bu narxida bor. 155 ming so'm masalan. Ha. Dim ajoyib. Dim zo'r, haqiqatan ko'ylaklar bor ekan. Bu ko'ylaklaring narx-navolarini chiq. Ko'ylaklarim 85 ming so'm, eng qimmati 150 ming so'm. 85 ming so'mdan 150 ming so'm masalada bo'lgan Ko'ylaklar boshqalar bor. Hurmatli kuzatuvchilar, undan tashqari bu yerda faqat O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarmi bu yoki bo'lmasam chetdan ham kelami tovar? Chetdan ham keladi. Shu O'zbekiston mahsulotlari ham bor. Toshkentdan keladi asosiy, keyin Turkiya, Xitoydan keladi. Hurmatli kuzatuvchilar, guvohi bo'lganingizdek, ham o'zimizda ishlab chiqarilgan mahsulotlar, ham Turkiya, Xitoyda ishlab chiqarilgan mahsulotlar ham bu yerda mujassam ekan. Yuqorida aytganimizning video boshida 185 ming so'm bilan eng arzoni, eng arzoni 185 ming so'mdan keyin ketib beradilar. Uning ichidan nima giradi? Uning ichiga 45 ming so'mdan bo'lgan serik ko'rishlarimiz kiradi. Keyin 55 ming so'mlik futbolkamiz, keyin 80 ming so'mlik bir charog'imiz kiradi. Eng arzoni va eng arzoni. Eng qimmatini ichga oladi shunda. Eng qimmati shu 500 ming so'm bo'lib boradi. 490 ming so'm bo'ladi-da eng qimmati. Aynan video boshida men shu gapni aytganman obunachilarimizga. Hurmatli kuzatuvchilar, biz siz uchun harakatdamiz. Eng arzon va eng sifatlilari faqat bizda. Kuzatib borasizlar. Biz siz uchun harakat qilishda eng arzonlarini va sifatlilarini sizlarga tavsiya qilishda davom qilamiz. Videoni sho'rnacha ko'rganlaringiz uchun hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Bir like bosing, izohlarda iltimos, o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Adresni video boshida eslatdik. Bemalol arzon va sifatli kiyim-kechak do'konini kelaverasizlar. Bekzodbek, ishlaringizga omad. Ideal bir do'konimizga kelaverasizlar, xizmatdamiz.